House Mobile'ning 3-filiali ochilyapti va bu filialimizda xudo xolasa Akbarxon akam shu yerda ishlaydilar. Inshaalloh xudo manfaatli qilsin. Akbarxon aka, bu do'konimizda bilasizlar, optim narxlar, yuqori sifat, katta kafolat bo'ladi. Har bir smartfonimizni albatta sizni rozi qilish maqsadida 50 dan ziyod uslubda tekshiramiz. Va bu magazinimizda brend mahsulotlar, har bir magazinimizda bo'ladigan eng original mahsulotlar ham bo'ladi. Inshaalloh Akbarxon aka, bu do'konimizda bitta afzalliklarini mijozlarimizga o'z ko'rsatasiz va hurmatli obunachilar, kunlik chegirmadagi smartfonlarni akam sizlarga arzon qilib boradilar. Bu magazinimizda 700 dan ortiq telefon modellari, 2000 xildan ortiq aksessuarlar, bilasizlar, O'zbekiston bo'yicha katta assortimentda ish olib boramiz. Telefoningizni umr uzoqlashirish uchun bilasizlar, zaryadni kerak bo'ladi. Bizda esa shu zaryadning originallari Amerikaniki, Yevropaniki, Ukrainaniki bo'lgan Anker, Blue Bebel, Powerlogi barchasidan bor. Har birini kerak bo'lsa 2 yillik kafolati bor. Pitakani ham eng so'nggi noyob modellari hamda eng oxirgi svetlardan bor. Ko'rib turibsizlar, dunyo bo'yicha eng brend aksessuarlar. Endi esa men sizlarga smartfonlarda eng oliysini arzon narxlar bilan tanishtiraman. Akbarxon aka, iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro'larda yangilari bormi aka? Albatta aka, ko'rib turganingizdek yangi vakuum holatda bular restavratsiya emas, chista originali House Mobile 3-filialida. Mashalloh, 13 Pro'larda gold ranglari ham bor ekan aka. 13 Pro'da gold, oqi hamda qorasi ham bor. Barcha svetni topib beramiz. Xohlaysiz bluesdan ham bor. Ko'rib turganingizdek, vakuum holatda, regionlari bilan restavratsiya emas. Mana hurmatli obunachilar, ma'lumot o'rnida aytib o'tishim joiz. 3 ta region bu eng yaxshi region bo'ladi. Dubayga ham birga borganmiz. Ochib kutgan aka, 13 Pro'larda. Aka bilasiz, yangi modellar bizda optim narxlari bo'ladi. Men sizga fragmentlar ko'rsatib, juda ham noyoblarni olib keltirganman. Ko'rib turganingizdek, S23larimiz mana sarafarlar olinmagan A+ holatda bu smartfonlarimiz sim o'tgan holatda $325. Shuni yaxshilab anglab yetinglar, bu A+ $325. Buni A- bo'ladi $290. Bitta ham nuqtasi yo'q A+ da. Biror dona nuqta topasiz. Bizda bu smartfonlarda rozeviy aynar ham bor. Bularda ham sarafarlar olinmagan A+ holatda. Ko'rib turganingizdek, bizda S22 ni Ultra'ning A+ holatlari ham bor. Holati o'ta ideallari $350 dan boshlab $385 birorta petnosi yo'q, sarapinasi yo'q. Eng tiniq ideal smartfonlar ham turibdi, xudo xolasa aka. Albatta aka. 22 dollardan ham hamma rasvetkasi bor inshaalloh. Aka, 23 plyuslarda pink rangni ham qarang, bu svetda umuman topib bo'lmaydi. Buni tiniqligiga, sifatiga urg'u berib qo'yasiz. Biror dona petnosi yo'q. Eng tiniqlari bir donadan tanlab olingan har bittasi. Ko'p magazinlar даже bu smartfonlarni S23 ni $345 sotishyapti. Bu narxga esa men sizlarga S23 Plus sotaman. Akbarxon aka, bitta smartfon olganimizdan keyin bu joyda полный brend mahsulotlari va qarang, hurmatli obunachilar, Vivo brendini bilasizlar, bu o'ta taniqli brend. Apple Watch zaryadnisiga e'tibor bering. Avtozaryadnilarga, naushniklar, Apple hamyonlar va zaryadnilar eng brend mahsulotlar. Aka, iPhone'lar noyoblarni chet eldan olib keltirganman aka. Aka, nima uchun aynan chet eldan olib keltiradi? O'zimizga ham ko'p keladi qo'limizga. Aka, bunaqalari O'zbekistonda bo'lmaydi. Chetdan spesialni keladi. O'ta tiniq, ideal holatda ko'rishingiz mumkin aka. Sim o'tgan holatda bu smartfonlar barchasi korobka dokumentlari bilan. Hurmatli obunachilar, bu smartfonlarni qaranglar. Har biriga 100% House Mobile, butun boshli House Mobile kafolat beradi. Sifati gap so'zsiz bitta ham nuqtasi bo'lmaydi. Inshaalloh narxlarni ham xudo xolasa kun davomida chegirmada e'lon qilib boradilar. Aynan mana shu 128-87 radno holatda $425 ga. iPhone 2 ko'rib turganingizdek 6493, 6494 bu smartfonlar $243 dan sim o'tgan holatda. Bu smartfonlarda O'zbekistonda ishlagan variantlari arzonroq bo'ladi, hattoki bizda $200 ga, $180 ga ham bor. Honor X9 yili hozir trendda bo'ladi. Akbarxon aka, bizning magazinda qancha sotiladi bu modellarimiz? Albatta aka, hozirgi kunda eng trendli mahsulotlar O'zbekistonda даже $440, $400 sotiladigan bir pallada men sizga 12 ga 250 olsalaring $400 ga, 8 ga 250 olsalaring $380 ga qilib beraman. Bu narxlar O'zbekistonda даже bazasida ham yo'q aka. Inshaalloh S20 Fan Edition bormi aka? Albatta bor aka. Siz bunaqasini O'zbekistonda ko'rmagansiz aka. Buni 100% javob beraman. Holatiga to'g'ri baho bering. Bu smartfonni obunachilarim uchun $150 ga qilib beraman aka. Mashalloh, $150 ga. Note-ga mana necha pul berasiz aka? Aka, bronza sveti. Buni ham sizga arzon qilib beraman. $180 ga obunachilarim uchun. Aziz obunachilar, bizda Philips modellarida ham zo'r chegirmalari mavjud. Hattoki mana Philips 3 ni $180 ga qilib beramiz. Absolutno yangi. Philips 5lar esa hamma joyda $400 ga sotiladi. Bizda esa $305 dan. Note 20 Ultra. Aynan mana shunisini oling aka.
Hurmatli obunachilar, smartfonning holati shunaqangi yangiki, bir mijozimiz mana shu smartfon uchun 1000 kilometr do'konimizga bosib kelganlar. Chunki bu smartfon kelishingizga arziydigan flagman segmentdagi smartfon. Narxi $280 chegirma narxda. Aka, dunyo bo'yicha eng ixcham smartfon S22 ni deyarli yangilari kelgan $250 dan, lekin buni A- bor $220 dan. Ko'rib turibsiz-da, S22 ni buncha A+da Koreyani o'zida ham bo'lmasa kerak aka. Mashalloh Akbarxon aka, Galaxy S24lar ham bor ekan. Telefonlarga lekin gap so'zsiz men kelib ko'rdim bu telefonlar haqiqatdan noyob ekan. $409 dan yangi S24lar, xohlagan rasvetkasi bor, sim o'tgan holatda. Qidirib juda ham topish qiyin bo'lgan S23 o'tlarimiz $485-490 dan A+ holatlari sim o'tgan holatda barcha rasvetkasidan bor. S24 routerlar $619 dan biror dona petnosi yo'q, sim o'tgan holatda A+ sostoyaniyada bulardan ham bor. Flagman telefonlar deyarli har biridan bor. Xudo xolasa bu do'konimizda flagmandan muammo bo'lmaydi. Xullas, ko'rdilaringiz. Endi bundan buyoqqa har kuniga yangi obzorlar men sizlarga qo'yib boraman. Endi esa men sizlarga manzilni tushuntiraman. Manzilimiz 3-filialimiz, 2-filialimizni oldida. Aniqroq tushuntirsam, mana Xonaqa masjid bor, Marg'ilonda sentrda joylashgan. Yonida Agrobank bor. Agrobank yonida birinchi asosiy filialimiz va bu tomonda ikkinchi va uchinchi filiallarimiz bo'ldi. Bu filial asosan Akbarxon akamga qarashli bo'ladi. Har doim kelaverasizlar. Akbarxon akamiz zo'r chegirmalarni sizlarga taklif etadilar inshaalloh. Mana, bemalol kelaverasizlar.